أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İşittim azanımın أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Teala'ya başı maqtovlar qilsaydi, Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kanunlarini, dini bizni, Kur'an'ı bizge o'zining turmushi bilan ko'rsatib beruvchi, o'zining sunnatin, hadislerin, aytgan so'zlarin, amirlarini qoldiruvchi, ama izgi dualarımız, salavatlarımız erişseydi. Batur jigit basıp tura. Ol Elşey rayonu jigiti İldar Hakimov degan bizning o'rnakli borimizni yaratgan artistimiz. Onun iptashi o'zining komandasi bilan mana Go'zal Urazova, Berim krayi qizi. 3 bola tarbiyalilar, ular yoshlar bo'lsalar mana Go'zal aytayin dedi, 4-chi o'g'lim Ildar deydi. Hozir chaqirsa har vaqt. Mana bugun o'zlarida bizni qutlarga telebeler Allah'a şükür. Bilesiniz ki de toza olsunlar, isensav yaşasınlar, matur etip her vakit soyut buluşun diyor gelsin. Yıllar sene su bilesiniz ki de. Rahmat, Şarıkali için ko'ngildan hurmatli millatdoshlarimiz, hurmatli din qardoshlarimiz. Bugun sizni mana shu izgi Qurbon hayiti bayrami bilan qutlashim keladi. Albatta o'zimning ismimdan, ham o'zimning turmush iqtidorlarim ismidan. Do'stlar aytganda, do'stlar mana biz endi yo'ldagi kishilar bular ham turli yerda bo'larga mumkinmiz. Biz bugun Qozonda bo'larga mumkin edik, Ufa shaharida, lekin biror ovulda. Shunga qaramasdan endi mana bir aytib ketdi. Bir oy oramda 30 ga yaqin masjid bor. Masjidning zo'risi ham kichkinasi bo'lmaydi. Masjid bu bizning Xudoy taoloning yurti. Shunga ko'ra eng muhimi ko'ngillarimiz tinch bo'lsin. Bolalarimizni yeritirga, o'zimizning dinimizga o'rgatirga, durust tarbiyalarga, durust tarbiya berishga. Nechun deganda chet eldan kelgan nimadir negativ ko'rinishlar mening shaxsan o'zimning ko'nglimni bo'rishgan. Shunga ko'ra o'zimiz ham bolalarimizni durust tarbiyalab kelishimiz kerak. Ham endi do'stlarim uchun ko'ngildan shu bayram bilan tabriklashim keladi. Yo'llarimiz izgi bo'lsin, dunyolarimiz mo'l, to'g'rak bo'lsin. Allah bo'lsa kelajakda da ko'rishib har vaqt ana shular esanlik bo'lib, matur sharoitlarda ko'rishib turamiz. Amin. Kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Şalıp bire gerek bu, yüzleri şalıp var mı? Şalıp bire gerek olacak inş. Şalıp berip nega? Tamna quymoq. Bayram bilan. Ha? Orasında sıylaymaylı quymoq bilan. Tamda bo'lsin. Niyatli bo'lsin. Uy fikrlarimiz orasida yaxshi bo'lsin. Şolgan qurbonlarimiz qabul bo'lsin. Mana shulay sizlar biz gastrida bo'luvina qaramasdan shu bizning yuvalarimizni, dinimizni vaqtida da unutmayshi, duolarimizni qoldirmayshi, har vaqt yaxshi o'y niyatlar bilan dinimizning har bir bo'lgan eng zo'r bayramlarini o'zdirib, yuvalarni o'tkazib, keragin ishlab, mana shular motor etib yashashga tirishamiz. Bizning endi mana bugun gruppada butun qizlar ishlaylar, bo'lishsalar. Orasida yo'l tutgan qizlar.
Anda muzika ustalarini bu yerda deyman. Ay, istalgan. Taqdir yeysak da bo'ladir bu yerda. No, intamli. Şu ertalada intamli bir quymoq. Ega quymoq chiqsa, quymoq tushsa, demak Allohga shukr bayram kuni deganni anglatadi. Bugun shundan da quymoq bilan ovuzdirga kerak bor bizga. Ta'mli quymoq.